Assalomu alaykum hurmatli mekandoshlar. Amansizlarmi? Sizlar meni Qizilqiya TV kanali. Bugun 1-aprel Batken oblast Qadamjoy rayoni Airbaz aylında Airbaz mal bozorindamiz. Ko'rib turasizlar, videolarda xohlasa real dollarini mal bozorida bunday chinlig'i soda bo'layotgan, qiziyotgan yerlarini sizlarga taqdim chiqarib beramiz. Yoqqan bo'lsa like'dan bosib qo'llab turasizlar. Bizda o olisdan, Rossiyadan, Amerika, Yevropa, Koreyadan ko'rayotgan akalar, Alloh rozi bo'lsin, like'dan bosib sizlar uchun buni qizdirib o'tamiz. Sizlar like'ni bosib qo'llab turasizlar. Bismillah deb boshlaymiz. 1-aprel bugun mana nasib bo'lsa. Ertaga sizlar uchun keldik. Qo'ldan kelishincha like'ni bosib videoni do'stlaringizlarga podelitsa qilib turasizlar. Kim qayoqdan ko'rayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringizlar. Xudo xolasa qayerlarda mol bozor bo'ladi. O'sha kunlarda nasib qilsa boramiz qo'ldan kelishincha. Yozib qoldirasizlar. Boshladik. Buqa bozor, Hunajin bozor qanday bo'ldi? Son suyuqlar barini bir chekkadan boshlab tortib bugungi kunda xudo xolasa chiqarib beramiz. Sodalar qiziyotgan yerlarini tortamiz. Mana shu buqa Shvits aralashgan buqani 90 ming kam bor deb turadi, 75 ga beryapti. Mana baraka bo'lib sotildi. Hozir bilasiz qanchaga ketgan mana shu buqani. Aka qanchaga ketdi? Bo'ldi, puli qanchaga ketdi? Mana 87 ming so'mga mana buqa sotilibdi. Ko'ringizlar. 87 ga ketdi, baraka berildi hozir mana. Aka buqa qancha olib ketdi? Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz? 80 ming so'm. Ozmoz kami bor ekan, 80 deyilyapti buni qora buqa. Bo'yi metr 10 chiqib qoladi. Buni qizil. Pulini qanchada o'tasiz, taqsi? Yo sotildi. Qancha bo'ldi? Ha, egasi ketdi. Mayli, barakasini bersin. Qancha berdi? 75 ming so'm buni qora buqa savdo bo'lyapti mana. Bankdan bosib qo'yinglar. Bo'ldi. Mana 75 savdo bo'layotgan, qiziyotgan jeri. Mana turbadagilar bari bo'g'a turgan paltarashga ekitish buqalar. Bunisi semiz ekan, birinchidagi. Buni Alato parodalardan bo'g'a turgan. Bo'yi kaltaroq, etlar zo'r. Semizlar vilqildab qoldi. Hozir bilasiz qancha bo'lyapti, qancha so'm bo'lyapti. Hozir buni qancha bo'ldi hozir? Mana. Bunalar bo'g'a turgan variantlar, narx turbadagilar уже почти tayyor, 90% tayyor buqalar. Puli qancha bo'ldi mana? 5 ga oldim. Ha. Qancha qoldingiz? 95? 105 mingga olib tur mana Shvits. Ko'ringizlarchi. 105 ming so'mga olib tur mana. Atak bo'g'a turgan variant. Jonliqlari joyida. Ular kun tegib qoldi mana yoqdan nur. Qizilqiya TV desang, o'zing ko'rasan nasibsan. Krasavchita. Allah puli qancha olib ketdi aka, bilib o'zingiz. Puli qancha bo'ldi? 45 bo'ldi. 45 bo'ldi. 405. Assalomu alaykum. Aslan. Sizlarning yaxshi aytdim. 3 buqa 405 ming so'm. Mana birinchisi, ikkinchisi mana qora uchinchisi. 405 ming so'm savdo bo'ladi. Mana. Bir, 2, 3, 405 ming. Ko'ringizlar. 405 bo'ldi?
savdo qildim 405 ming bo'ldi. 3tasi. 135 dan salkam. 5 tane bo'ldi? 135 ming so'mdan mana uchovi savdo bo'ldi. 8 tane. Buna oq qanchaga ketdi buna? 130 mingga ketdi buna. Savdo bo'ldi, ha? Berilyapti. 130 ga mana savdo bo'ldi, berilyapti. 135 ming so'mdan mana uchovi savdo bo'ldi. 3 cho'nga. Barakasini bersin, ketdi. O Qashqa ketdi aka. Mana da qolar. Hozirga qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi bir savdo bo'lyapti? Qanchada? Buna qora menen 248 ming so'm ikkitasi. Mana menen narxi ko'k o'xshaydi. Aja qarab narxi 3-qora. 248 ming so'm. Birosi mana Qashqa, ikkinchisi o ko'kdan keyingi 3-buqa. O'tkazaylik aka. Mana birinchisi, mana ikkinchisi, mana jon boshlari kuchli ekan. Biroq bir ko'z birak ekan. Kuchli buqalar. Non 150 ming so'm so'radi hektar menenda. Hozir qancha so'radi ekan? 155. 55 bo'ldi. 155 ga ko'tarilib tur mana. Mana shu. Mana siz bilardingiz qancha bo'ldi? Xudoga yaqinlab qolsa kerak. Chopulga. Erta menenda mana o ekovi 255 ha? Ha mana o. Mana ekovi qancha bo'ldi? 250 ga 2000 so'm savdo bo'ldi. Mana ko'k bilan mana ola. Boylar 120-130 ning tayyoragindagi bu qolar. 250 ga. Mana darchi. Qaysi biri katta aka? Ha, narxi. Monolar qancha bo'lib berdingiz bu Baxtar aka? 112 dan mana jipterini janglab qo'yishdir. 112 dan. 112 dan. Kimda buqasi bo'lsa, uni ko'rolaringizlar. Boylar o'rta metrdan metr 10 shunda chiqib qoladi. Boylar kishini atak semiz, niqtig'i zo'r. Yaxshi boqsangizlar, kishini buqa bo'lsa da yaxshi pulga ketib buyursa. Mana narx qoradagi jelkelar bir qarich. Assalomu alaykum. Zo'r semirgan. Barakasini bersin. Kattagami To'rpoq bozor. Qanchadan bo'lyapti? Qaysi biri? Qaysi biri sotildi aka? Qaysi biri sotildi? Qancha bo'ldi? 61,5 mana qora buqa. Erkak. Qizilqiyatov desangiz ko'rasiz aka. 61,5 ming so'm buqa, Qashqa. Qancha bo'ldi aka? 105. Mana aka. Erkak To'rpoqdara 105 ming so'm mana aka. 105 bo'ldi. Realni olingan savdolar. Hozirdagi boshlaringiz kishnalardan. Aka bular erkak urg'achi To'rpoqlar. Qanchada o'tasizlar shu erkak To'rpoq? 50 kami bor. Bozor so'radi. Qancha so'radi? 40 ming. 41. Barakasini bersin. Oybek tushdi. O telefon tushdi olib qo'ying. Mana buqani qancha qilib so'radi aka? Qanchada o'tasiz o'zi? 65 kami bor ekan buna. Barakasini bersin. Mana G'unajin bozor. O'tkirjon bugun G'unajin olib chiqibdir. Hozir ko'ramiz. Qancha so'raldi? Assalomu alaykum. Aka. Mana G'unajinni bilasiz. Qancha so'radi? Elchi bob G'unajin ekan. Puli qancha o'tkizgan? 150. Ekovi. 75 dan kami bor, bozor so'radi. Qancha? 60 mingdan berilib qoldi. 120 ming so'mga mana ekovi.
Sifatlari yaxshi. Eng chiqila turgan molda. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Ketdik dalshi mana. To'rpoq bozor, G'umajin bozordamiz. Mana qora qancha bo'ldi? 62. 62,5 ming so'm ketdi G'umajin. 62,5 ga. Nashularni bilaylikchi bir. Aka, mana to'rpoqlar qanchadan ekan pullari? Juga 120 ming. Qancha suraldi bozorda? Juga 120, o'zi 70 ekan. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sen yaxshi? Yegilerden hoş Yegileri как положено. Assalomu alaykum. Pul qanchadan aka? 70 ming so'mdan kami bor ekan mana ikkita G'umajinda. Birosi bo'g'iz, birosi qisir. 70 dan kami bor. Mana qorasini 65 ga qo'yib beryapti. Qorasini 65 mingga berilib qo'yibdi, barakasini. 55 ga berilyapti. Barakasini bersin. Aka, G'umajinlar qanchadan ekan? 65 oldu. Buna 45, 46 oldu. Buna 46 bo'ldi. Buna 65 bo'ldi. Bo'z buni. Boğaz hemen bir ayda var. Bir oyda tuvat ekan. Buna 46 ming pul bo'ldi. Qisir G'umajin 46 ming pul bo'ldi. Narxi 65 kam borda o'tadi. Bo'z. Ha, moldaringiz tortaylik. Pulini qanchada o'tasiz? Semiz 700 zo'r G'umajinlar chiqib tur. Pulini qancha dedi? 75 de o. 75 kami bor ekan mana G'umajinda. 75 ming so'm kami bor. Semirgan variantdagi G'umajinlardan mana. Hozir bu yoqda sog'lom mollar savdo bo'lib o'tadi. Ularni ham bir ko'raylikchi. Ketdi mana bo'z. 86 ming so'mga baraka berildi mana. Barakasini bersin. 86 ga ketdi. Birinchi qorin, ikkinchi qoriniki. Ikkinchi qorinna sotildi. 86 mingga barakasini bersin. Sotildi. O'zi yaxshi ekan. Juda yaqinda turibsiz. Suqolata belakka jumola. Mana yoqda mana bo'g'izlar bor, qisirlar bor. Shu G'umajin qancha bo'ldi o? Bunu endi o'ta. Qancha? 2 krolar. Qanchada o'tadi o'zi egasi? 60 da o'ta. 60 ming. Bo'g'iz o'xshaydi? Yo'q. Qisirmi? Meni bola qancha olib ketdi? Assalomu alaykum. 107 ming so'mga berilib qo'yibdi. Meni bola. 107 ga yangi pulma. Mana idishlari. Joyida. Qanchanchi qorin? Uchinchisi bor. Ikkinchi qorin. Barakasini bersin. Meni bola molda qanchadan olib ketdi? Ketdik dalchi. Meni bola qancha ekan uka? Berilmedi. Assalomu alaykum. Bo'ldi, barakasini bersin. Assalomu alaykum aka. İşleriniz yaxshimi? 84 ming so'mga mana urg'och to'pog'i bilan sotildi. 3-qorin mol. Mana ishlari. Yaxshi tortma shuni. Bo'ldi aka. Egasini ham tortib qo'y. Ketdi mana. Bo'ldi, barakasini bersin. Ketdi. Krasavchik. Mana sveji molning shokoladi bor ekan mana yoqda mana. Mol qanchada o'tasiz aka? 130 qanchanchi qorin? 3-qorin 130 ming so'm beryotadi mana. Barakasini bersin. To'rpoq erkak bor qachi? Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Erkek. To'rpoq erkak. Erkek bo'lgan. Maşallah, az ekan mol ekan o'xshaydi.
Bozor qancha so'radi aka? 125. 125 ga berilyapti. Barakasini bersin. Nomerni bering, nomerni qiziqqanlar. Sotilib ketadi. Bo'ldi. Barakasini bersin akam. Bu qancha ekan? 150 kami bor. To'rpoq erkak turg'achi bu. Suti qancha bor? 8 litrdan oshiq. 3-qorin bor, 4-3 qorin bor atak. Erkak to'rpoq a? Turg'achi atak erkak o'xshab turadigan, zo'r ekan. Na to'rpog'i. Nomerni bering qiziqqanlar. Markazda 0222 17 47 qiziqqanlar bo'lsa chalingizlar atak mol bunday sifatlari korobkalari joyinda ekan. Jelinlari ham zo'rda bunday yumshoq jelindan boyag'inday uzuncha. Sodirish qanday sodirish? Hepsi qaytib oladi. Qancha litr suti bor? Realni to'rpoqdan chiqadi. Jangi tug'anda 13-15 gacha beradi deb yaxshi boqsangizlar. Bog'ishga qarab akalar. Boqmasangiz 2 litr ham beradi. Barakasini bersin. Ha. Pulini qancha dedingiz aka? 150 kami bor. Barakasini bersin. Mana da jangi to'rpoq mana. Aka, ular qanchadan bo'ladi? Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Bular qanchadan o'tadi? 130 kami bor, turg'ach to'rpog'i bilan 8 litr suti bor. Bo'ldi. 8 litr suti bor deb 130 kami bor. Ikkinchisi qancha? Ha. Ikkinchisi. Bu to'rpoq erkak. Erkak to'rpog'i bilan Bu 140 kam bor. 140 kami bor. İşte zo'r. Qiziqyapti deb ko'raverasiz aka. 10 litr suti bor ekan. Nomerni ayting, nomerni. 0779 bilan 55 95 75 chalaverasizlar. Birini to'rpoq urg'achi, biriniki erkak. Dag'i yaxshi moldor bo'lsa aytaverasiz. To'qol variantdagi birinchi qorin Rossiyadan kelgan molimiz keldi. Hozir sveji peregon keldi. 150 ming so'mda ikisini kami bor. Mafiya. Assalomu alaykum. Mana. To'rpog'i urg'ach ekan. Rossiyskiy variantdagi mollardan 150 kami bor deydi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? To'qol variantdagi kirgan mana. Sveji kirdi hozir bozorga. %50 kami bor deydi. Hozir savdosini bitiramiz. Xudo xolasa qancha pulga sotildi, uni ham qo'yib beramiz sizlarga. Mana svejikida 150 kami bor deb o'tadim. Qo'y bozorga qiziqqanlar bormi? Ko'ringizlarchi mana qo'y bozorda. Terilib turadi qo'ylar. Urg'achi, semiz, so'yishga qo'ylar. Hozir ana yoqda enavollar bor, ularni ham tortamiz nasib qilsa. Qancha deb otasiz ukam qo'chqorlarni? Qo'chqormi? Puli qancha? 17 kami bor. Krasavchik. 17 mingdan kami bor ekan. Assalomu alaykum. 20 deb otasiz buni qo'chqorni? So'l, 20 ming deb otasiz. Urg'achi qo'y 20 ming kami bor. 4 tish so'yishga ham kerak ekan. 18 ga beriladi. 18 ga beriladi. Mana. Buni qora 18 ga ketadi. Qo'chqor qancha ekan? Qo'chqor 35 ming. 35 kami bor. Tish qanday tishi? Ikki tish qo'chqor ekan. 35 kami bor. Rosa bog'a turgan. Zo'r variantdagi qo'chqordan ekan. 35 ming so'm kami bor deb turadi. Bozor savdo qildi aka? Bermadingiz. 1,5 mingga berilmay qo'yibdi.
Barakasını versin. Ketdik gerçi mana. Yine bola qo'ylar, urg'och qo'ylar, mana qo'chqor bu qo'y bu. Qanchada o'tasiz buni? 19 ga berildi. Qo'zi qisir. 19 ga berilmay qo'yibdi. Qo'zlar sizdanmi aka? Yo'q aka. Yine bola qo'y qancha ekan aka? Assalomu alaykum. 20 kami bor. 20. Mana yine bola qo'ylar, qo'y qancha ekan aka qo'y? 13 ming. Mana kletkalarning ishlarida cho'ngroq boldori menen bor. Kichikroqlari bor. Qo'zlar addelna. Qo'zlar qanchadan ekan qo'zlar? Assalomu alaykum. Qo'zlar 9 ming ekan, mana 8 ming ekan. 9 ming, 8 ming. Mana echki qancha? Serka 8,5 kam bor. 8,5 kami bor. Mana qo'chqor qancha qolindi biladingiz buni qara? Yaxshi bo'g'a turgan qo'chqor ekan-da, etda o'rta et ekan, bo'g'a turgan. To'qti bor, to'qti. To'qti qancha ekan to'qti? Qancha ekan to'qtimiz? To'qti 12 ga qo'yib ber. 12 ga qo'yib beriladi. Mana ini bo'ldi. Mana qo'ylar kimdan ekan? Qanchadan ekan qo'ylar ekan? Kim ekan egasi? Pul qancha ekan aka? Bular 20 dan. Qo'chqorlar. Qo'chqorlar 20 mingdan. Mana jun olinganlar va Jun olinganlar ular 16 dan ekanlar. 16 dan. Mana cho'ngroq qo'chqorlar 20 dan ekan-da. 20 dan. Maşallah, barakasini bersin. Mana bola kimdan ekan? Qo'zi ekan, mana o'zi addenla qo'chqor ekan. Mana da qo'chqorlar bor ekan. Ava qo'chqorlar qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Kuchtular bor ekan, ha? Bari qo'chqor ekan, ha? O, qorasi zo'r ekan, bitta qoradan. Mana ham kuchli ekan, ha? Urug' ham jaraydi. Bog'ilib qolibdi rova. Yetteri semiz ekan. O, echki qancha ekan? Echki yana bola. Assalomu alaykum. Egiz so'qdir. 15 kam bor. Egiz bo'larmi? Egiz bo'ldi. Barakasini bersin. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi aka? Qo'chqorlar 17,5 dan. 17,5 dan olindimi? Sotildi. 17,5 ming so'mdan mana ikkita sariq qo'chqor sotildi, barakasini bersin. Eshikning ostidagi realniy bog'lar. Assalomu alaykum. Pullari qanchadan bo'lib ketdi aka? Assalomu alaykum. 162 ming bo'ladi. Bittasiga ber, bo'lmagani ishlaringiz. 162 ming so'm pul bo'libdir. Mana ikkita buqa. Assalomu alaykum. 162 ming. Mana. Katta ikki buqa. Barakasini bersin. Airbaz mol bozorining eshikning o'zida realniy olingan mollarning bog'larini hozir sizlarga chiqarib beramiz. Chaqqon bo'lsa layklardan bosib qo'llab turasizlar. Ana qo'y bozorida qo'shib chiqaramiz. Oyog'imda ko'rib turasizlar. 45 ming so'm mana g'umajini olib tur. 45 mingga. Qizil qiyatova, qizil qiyatova. 45 ming pul bo'lib tur mana. Bundan salonda 38 ming so'mga urg'och torpoqdagi. Chekadagi mana jangi jipaylab qolsa 38 bo'ldi. Boyag'i sir katta, hozir shuni borib ko'rgazib berayinchi. Qanchaga sotildi? Assalomu alaykum. Alaykum. Mana shuni bir bilaylikchi. Taqsir sotildimi mana bu? Qanchaga ketdi? 130 mingga boyag'i sir ketdi. Juzarak degan edi. Urg'och topog'i menen 130 ga barakasini bersin, sotildi.